Assalomu alaykum bizni YouTube kanalimizni kuzatuvchi obunachilar. Bugun yana pechkamiz tayyor bo'ldi. Pechkamiz Farg'ona viloyat Toshloq tumaniga bo'lyapti. Zakaz asosida tayyorlab berildi. Xo'p, pechkamiz ikki tuyda o'rtasida turadi, keyin atapleniyaga moslangan holatda, ya'ni parovoyga ulanadi. Xo'p, boki 15 litrlik berilgan. Zakaz asosida bo'lgan, o'ng taraf formada bo'lgan. Materialimiz pastki korobka qism turli materialda bo'lgan. Zagotovkalar lazerli gazga moslashgan holatda. Pastki kulxona. Tepamiz 8 listda bo'lgan, mana 8 mm, 1 cm ga yaqinroq. Xo'p, rossiyskiy truba qo'yib berilgan. Qalinligi 4 lik trubamiz qalinligi. Xo'p, choklariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Aylanib ketasiga. Tempiga moslab qo'yilgan, qo'shimcha qachondir ishlatmoqchi bo'lsak deb qo'yib beravering deb zakaz qilishgan uchun qo'yib berildi. Orqa taraf duxovka tomonimiz. Arkamizda svarkalari. Pechkani o'zini svarkasi mana liniyali to'g'ri. Duxovka qism. Svarkamiz buni bitta tepadan ko'rsatib beraman. Ish sifatiga ham baho bersanglar bo'laveradi shunga qarab turib. Xo'p, pechkamizni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 2 million so'm. Hozirgi kunda shunaqa narxda endi ko'tarilib qolish ehtimoli bor. Hozircha listlarimiz narxi oshganligini bunaqa nima deydi, sezilarli darajada oshmagani uchun pechkamiz narxini hali ko'targanimiz yo'q. Lekin ko'tarilib qolish ehtimoli bor. Pechkamiz razmeriga kelib o'tadigan bo'lsa, oyog'ini uchidan arkani uchigacha 75 cm da. Xo'p, uzunasiga oldi tarafdan qaraganda 63 cm ga. Xo'p, bunaqasiga eniga bu qism 43 cm ga, bu tepalik qismi esa 50 cm ga solinadi. Xo'p, razmerini aytib o'tdim, narxini aytib o'tdim. Iltimos, sizlardan telefon qilganinglarda narxi necha pul deb gap boshlamanglar. Ko'p klientlarimizda shunaqa narsa kutilyapti. Telefon qilishadi, narxi necha pul deyishadi. Biz iloji boricha videoda o'rtaroqda yoki iloji boricha boshida narxini aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Oldin ma'lumoti beriladi, keyin narxi aytiladi. Ma'lumot berilsa, uni nima ekanligi haqida tushuncha bo'lgandan keyin narx aytilinadi. Kimgadir ma'qul keladi, kimgadir ma'qul kelmaydi. Xo'p, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunaqa pechka zakaz qilinadigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ekranga nomer qoldirib qo'yamiz. Bu nomerda Telegram ham bor. Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi, WhatsApp bor, WhatsAppdan yozsanglar ham bo'ladi. Xo'p, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab kelishilingan holatda, ya'ni qanaqa? Yoki o'zimiz olib borib beramiz, dastavkasi pulli bo'ladi, обязательный, yoki pochta qilib yuk mashinalardan chiqarib beramiz. Shunaqa holatda kelishilinadi. Mana uzoqroq ob'yomdan olib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatishni Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham ko'ra yana ham yangiliklar chiqadi. Obuna bo'lgan obunachilarga birinchi o'rinda e'tibor beradi bu narsalar.